迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的第一个内容是语音。好，我们都知道汉语拼音呢，它是由3个部分组成的，有声母、韵母，还有声调。Hammamiz bilamiz, Hanzu tildagi har bir bo'g'im 3 bo'lim bilan tarkib topgan. Birinchisi uzuk tovush, ondan so'ziq tovush, ondan ton belgisi. Masalan, hay, hay. Mushu bo'g'imga qarasak, 我们来看一下这一个音节 hay。那这里面 h 是我们的声母 h deganimiz uzuk tovush bo'ldi. I 这是韵母so'ziq tovush bo'ladi. I deb chiqqan bu 3-chi ton belgisi 是我们的声调. Onda bo'lsa, avval biz shu so'ziq tovushlar bilan tanishib chiqaylik. Birinchisi a yozilishi qanday ekan? Agilib kelib,然后一个小尾巴, bir kichik quyruq chiqadi va birga o'qaylik. A 好，那么第二个窝能yazilishi qanday? Bir dumaloqlam chiqadi va窝. 好，第三个 üçüncüsü Yazgan vaqtimizda avval astidagi h'ni tatib, ondan vang bo'lay. 然后再弯过来. Dördüncüsü i 的写法也很简单. i'ning yazilishi nihoyatda oddiy. 一个树 ustida bir tal chekitda, ustida bir tal chekit. 好, ondan ni yozgan vaqtimizda ega one ustiga chiqadi, ondan pastga yana tushiramiz. Va o'tirliqda orliq chiqsa bo'lmaydi. Talaybi. Ha. Diluga yuning yozilishi qanday? Vuning ustiga 2 tal chekit qo'shib olsak, 就是yu bo'ladi. 好，那么这个呢是单元音, o'sha yolg'iz kelgan so'ziq tovushlar. Unda bo'lsa, yana davomlashtirdik. Keyingisi ayni qanday yozdik ekanmiz? A bilan yi ni qo'shsak 就是ai. 好，下面一个 a bilan yi ni qo'shsak 就是 a。 好，然后接下来是 v 是怎么样？ u bilan yi ni qo'shsak 就是 v。 and then a bilan o ni qo'shsak au. And then o bilan u ni qo'shsak o. I bilan u ni qo'shsak u.好, baştan yana bir kelaylik ya. A, wo, i, u, ü, ai, v, au, o, u,
好，那这个呢是我们今天学习的韵母一。Bu bizniki bugun o'rganmoqchi bo'lgan so'zliq tavushniki birinchi bo'limi. Unda bo'lsa endi biz shingmu, shingmu, ya'ni uzuk tavushniki birinchi bo'limi bilan tanishib chiqaylik. Birinchisi bu, bu, bu. İkincisi po, po, po. Ha, bu bilan po ikkisi ham bu iga shu bo'lib, keyin iga bangyuan. Buningki mavu bangyuan dumaloq qaysi tarafga qaraydi? O'ng tarafga qaraydi. Po'ninki mo dumaloq o'ng tarafga qaraydi. Lekin buninki dumaloq past tarafda, po'ninki dumaloqi ust tarafda. Jalaybi. Bu talaffuz qilgan vaqtimizda tashiga shuang chunyin. Bu po o'xshasha. Po. Ha, üçüncüsü mo. Dördüncüsü fo. D'ni yozgan vaqtimizda buningki dumaloqi qaysi tarafga? Sol tarafga qaraydi, ya'ni past tarafda bo'ladi, ha. D. Andin t. N. L. G. H。好，那么这个呢是我们今天学习的声母。Yuqoridagisi bo'lsa, biz bugun o'rgangan uzuk tovushlar. Boshdan oxirigacha yana bir kevitaylik. Po, mo, fo, t, n, l, g, k, h。好，那这个呢是我们今天学习的第二部分。接下来我们要做一组拼合练习。Endi biz bugun o'rgangan uzuk tovush bilan so'zliq tovushlarni qo'shib turib bir to'liq bo'lgan bir bo'g'imni chiqarib mashq qilib boqaylik. 下面呢，我们把刚才所学的韵母和这个声母结合起来。拼合起来，来练习一下。好，那我们跟着老师一起来啊。波啊巴，波啊巴，波窝波，波窝波，波。一 b 波一 b 波乌不波乌不波哀掰波哀掰波 a 杯波 a
呸，波凹包，波凹包。İkincisi p, po, a, pa, po, a, pa, po, wo, po, po, wo, po, p, i, pi, po, i, pi, po, u, pu, po, u, pu, po, ai, pai, po, ai, pai, po, a, pei, po, a, pei, po, ao, pao, po, ao, pao, po, o, po, po, o, po。然后呢是摸，摸啊妈，摸啊妈，摸我摸，摸我摸，摸摸，摸摸，摸一咪，摸一咪，摸乌木，摸乌木，摸爱麦，摸爱麦，摸 a 妹，摸 a 妹，摸凹猫，摸凹猫，摸欧猫，摸欧猫，摸 u 喵，摸 u 喵。第四个 f a 发 f a 发 f 窝 f 窝 f 乌夫 f 乌夫 f a 飞 f a 飞 f o 夫 f o 夫。好，接下来是的啊哒，的啊哒，的的的一滴，的一滴，的无嘟，的无嘟，的爱呆，的爱呆，的 a 呆，的 a 呆，的微堆，的凹刀，的凹刀，的欧兜，的欧兜，的 u 丢，的 u 丢。特啊他，特啊他，特特一踢，特一踢，特无突，特无突，特爱胎，特爱胎，特 a 推，特 a 推，特微推，特微推，特凹掏，特凹掏，特欧偷，
t o to n a na n a na n n i ni n i ni n u nu n u nu n ü nü n ü nü n ai nai n ai nai n a nei n a nei n ao nao n ao nao n u new n u new l l a la l a la l e l l e l l i li l i li l u lu l u lu l ü lü l ü lü l ai lai l ai lai l a lei l a lei l ao lao l ao lao l o lâu l o lâu l u liu l u liu g a ga g a ga g e g g e g g u gu g u gu g ai gai g ai gai g a gay g a gay g v龟g v龟g ao高g ao高g o勾g o勾科科啊咔科啊咔科科科科乌哭科乌哭科哀开科哀开科微亏科微亏科凹靠科凹靠科欧抠科欧抠呵呵啊哈呵啊哈呵呵呵呵呜呼呵呜呼呵哀嗨呵哀嗨呵 a 黑呵 a 黑呵 v 灰呵 v 灰呵 ao 蒿呵 ao 蒿呵 o 齁呵 o 齁。好，刚才呢我们学习的部分是拼合，接下来我们来认识一下声调。Әмді біз мұшу тон бәлгісі білән бір тұнышып өтәйлі. Ханзу тылыда тон бәлгісідің жәмі төті ба. 汉语里面声调一共有4个，一声、二声、三声、四声。Yani birinci ton, ikinci ton, üçüncü ton, dördüncü ton。声调不同，它所表示的意义也不同。Bir sözniki agarda ton belgisi o'xshamasa, ifodalanmoqchi bo'lgan ma'nosi mo o'xshamaydi. Shuning uchun ton belgisini aniq ayirish biz uchun nihoyatda muhim. Ha, unda bo'lsa ton belgisininki mushu pinyin ichida qandaq yezilishiga kelsak ham, birinchi bo'lib ton belgisini yozgan vaqtimizda cho'qim
so'ziq tovushning ustiga yozishimiz kerak. Hamda a, vo, i, u, yu degan mushu rad tartib bo'yicha ma'noda va yana bir qatim kelsak a, vo, i, u, yu degan mushu rad tartib bo'yicha ma'noda. Demak, bir pingyingning ichida, yana bir bo'g'imning ichida masalan biz mushu ta degan mushu so'zni ko'rgan bo'lsak, ta degan so'zni ko'rgan bo'lsak, buning ichidagi t deganimiz uzuk tovush, a deganimiz so'ziq tovush. Unda xo'sa ton belgisi mushu a ning ustiga keladi degan gap. Ha, nima? Yana masalanga fa degan bo'lsak-mu o'xshash ton belgisi a ning ustiga kelish kerak. Agarda ikkisi birga kelgan bo'lsa, masalan, ay bo'lgan bo'lsa, a bilan y ikkisi birga keldi. Rad tartibi qandaqdidoq? Bayamki a, vo, y, u, yu dedik. Unda xo'sa a bilan y har ikkilisi so'ziq tovush bo'lgani bilan a oldidan chiqadi. Shuning uchun mana ton belgisiningki o'rni a ning ustiga chiqish kerak. Uningdan boshqa mishada bir diqqat qilgan nuqta y bilan u ikkisi, y bilan u bu ikkisiningki mushu bir bo'g'imning ichiga kelgan vaqtida y bilan u qaysi keyniga kelgan bo'lsa, ton belgisi shuning ustiga chiqadi. Masalan, to'y degan bo'lsak, t, wi, to'y na y keynida kelyotadi. Shuning uchun ton belgisi y ning ustiga kelish kerak. Agarda 9 degan bo'lsak, 9 ni chiu deymiz. U vaqtda chi, yu bo'lib chiqadi. Wu keynida keldi. Shuning uchun ton belgisi wu ning ustida chiqadi. Nima? Kitobning ustida biz mundaq bir so'zlarni misol qildik va masalan birinchisi ta, ikkinchisi fa, uchinchisi mo ton belgisi wu ning ustiga kelganda hamda qanchinchi ton? Ikkinchi ton bo'lib chiqqanda. Ondan fo, bu mo ikkinchi ton. Hamda bu ning ustidagisi uchinchi ton, uchinchi ton. Ondan k, ondan s, 这是四声4ton呢。And then 是不摸4ton。然后是推不感觉8ton呢。And then 九不摸3 ton。Onda xo'sa, mushu ton belgilari qanday yozildi ekan? Birinchi ton ega xing tuzlam chiqadi. Xing. Ikkinchi ton tuvandan yuqoriga qarab mangdi va undaq ustiga qarab mangdi. Arshing. Uchinchi ton yuqoridan tuvanga, ondan yana yuqoriga chiqadi. Mundaq yoziladi va unda yoziladi. Ondan 4-chi ton shu yuqoridan tuvanga undaq tushadi. O'qilishiga kelgan vaqtimizda birinchi ton a deb chiqadi, ovozi yuqori chiqadi va ikkinchi ton bu a yuqoriga qarab mangdi. Uchinchi ton a o'qilishi shu yozilishi bilan o'xshashmaydi va a yuqoridan tuvanga, ondan yana yuqoriga. To'rtinchisi a yozilishi qanday? Naq tushdi, yuqoridan tuvanga tushdi. 好，这个呢是4个声调。那么今天我们来做一个1声和2声的练习。Bugun biz birinchi ton bilan ikkinchi tonni nuqta qilib turib mashq qilaylik. Ma ti po
包包İkinci ton pa pa的的你驴驴还雷葵挠开发黑灰回答迷途扑鼻推拿白搭湖泊妈踢坡歌灰飞开包이kinci ton pa的你驴还雷葵挠开发黑灰回答迷途扑鼻推拿白搭湖泊好，那今天我们的课呢就先上到这里。Onda ho'sa bugungi dersimiz mishagicha bo'lsin。下课以后，同学们一定不要忘了要认真的、反复的去做练习。Onda ho'sa darsdan tushgandan keyin cho'qim astoydillik bilan qayta takrar qilishni unutmanglar. 那我们下一期再见。Kelar sonda ko'rishaylik. Xayr